Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ajoyib bir nasihat qilgan ekanlar. Man qara'a ayatal kursiy dubra kulli salatin maktubatin kana allazi yatawalla qabla ruhihi zil jalali wal ikrom. Ayatal kursiyni o'qiyotgan odam namozdan keyin, farz namozlardan keyin mana o'qiyapmiz-ku, bomdoddan keyin dur peshinda mana hamma namozdan keyin ayatal kursiyni o'qib nima qilamiz? Allohga duo qilamiz. Shunaqa odatlanayotgan odamni jon beradigan vaqtida Alloh jalla va ala o'zi olar ekan jon. O'zi odatda kim olardi? Azroil alayhissalom olardi. Yo, bu bandam ayatal kursiyni o'qigan. Azroil sen chekkaga chiqib tur. Men o'z bandamni jonini o'zim olaman der ekan. Alloh nasib qilsin. Qanaqa qilib o'qimaysiz endi? Qanaqa qilib 5 vaqt namozdan keyin hamma ish qolsin, ayatal kursiy o'qilsin deysiz-da. Muhabbat shunaqa bo'lish kerak. Man qara'a ayatal kursiy marratan wahidatan sarafallohu anhu alf makruhin fid dunya aysaralloh aysarahu al-faqra wa alf makruhin fil akhirah aysarahu azab al-qabr. Oyat Ja'far as-Sodiq radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Ayatal kursiyni bir bor o'qisa odam, Alloh jalla va ala undan 1000 ta dunyodagi 1000 ta qiyinchiliklarni burib, Xudo undan muhtojlik, kambag'alliklarni osonlashtirib qo'yadi va oxirat kunidagi 1000 ta qiyinchiliklarni undan ketkizib, qabr azobidagi ishlarni Xudo yengillashtirib, osonlashtirib qo'yadi. Unga qabr azob bo'lmaydi. Ayatal kursiyni o'qiyotgan odamga dunyoda mashaqqat, muammo bo'lmas ekan.